Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, qaysi bir farzand o'lgan otasi uchun haj qilsa, Alloh taolo shu bolaga bir qul ozod qilganning savobini beradi. Nimaga bilasizmi? Alloh taolo otasiga yaxshilik qilgan bolani yaxshi ko'rib qolar ekan. O'zingizni hajingiz, umrangiz qabul bo'ldimi, qabul bo'lmadimi, Xudo biladi. Ammo otasi uchun qilsa, Alloh yaxshi ko'rib shu bandasini bir qul ozod qilgan savobini beradi. Otasigachi bu kishi xato nuqsonlar bilan haj qildi, umra qildi. Alloh taolo mukammal qilib berar ekan.